Busi bilan meni yoshlikdagi rasmim. Bunga qara. Navqiron paytlarimizda ko'chada yomon aylanaydi, bunga qara. O, busi holi ham mana shunday. Odam ko'ziga tik qaraydi. Men shu payt ham garang bo'lganman, unga qara. Yera qarab yurganman. Dada, nima qilyapsiz? Uylar supuraman bacha. Hay shu uchun mana pilisos olib kelganman-ku, men jirobda supurish shart emas, mana pilisos bosongina. Hay bizlar paytda jirob bilan supuraydi-da. O'rganib qolibman. Dada, sizlar paytlaringizda biznes ochish uchun nimalar qilish kerak bo'ldi? Bizlar paytda biznes ochish uchun buxgalter top, keyin bankka bor, bank bilan shartnoma qil. Xullas, yugur bo'lgan ish. Bali ham qiyin bo'lmagan, lekin yugur ko'p bo'lganda. Hozir balli oson, bilasizmi? Qanday? Hozirda da Paynet ilovasida xolis funksiyasi orqali Face ID bilan atiga 10 daqiqada biznes yatita ochishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish to'liq onlayn, elektron imzoingiz bo'lsa bo'ldi. Davlat organlariga borish va buxgaltersiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga biznes hamma ochiladi dedi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilasiz. Undan tashqari har bitta operatsiya uchun 0% cashback ham beradi. Soliqlar, hujjatlar va hisobotlar avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasini o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatita uchun soliqlar 1% bo'ladi dedi. Undan tashqari biznes hamyon, karta va bank o'rtasidagi to'lovlar xolis orqali hammasi amalga oshiriladi. Barcha ma'lumotlaringizda shaxsiy kabinetda saqlanadi. Zo'rmi? Shunchalik oson bo'lib ketdimi? Ha, oson. Unda Paynet yuklab, sirraz yatib yo'sh kerak. Ha, Paynet ilovasini yuklab olsangiz bo'ladi.